Bunaqasi bo'lmagan drabilkada eksperiment. Voy, suvda quying. Tosh tashing. Nima bo'lsa bo'ldi. Voy, mana de tomon tashing. Shoxlar tashing. Bunaqasi bo'lmagan. Asosiysi bunaqa drabilkalar ko'rmagansiz, akalar. Har bitta xonadonga kerak bo'ladigan drabilkalarda eng shoshli joy kelganmiz. Asosiy sexdan bo'ladi. Xolisona ishlatib ko'rsatib o'tamiz. Bug'doy, makka, somon, qo'l, quruq, shiraka blok hamma chiqarib ko'ramiz. Sinovdan o'tadimi yo'qmi video davomida ko'rib o'tasizlar. Bir boshdan sizlarga narxlari, dastlabkalari, assortimentlari va garantiyalarni Javohirbekdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, suyimsiz? Xo'p, birinchi o'rinda sizlar olib sotarmasizlar. Xudo xolasa biz o'zimiz chetda ishlab chiqaramiz. Sexda bor. Vaqt sex o'zimiz ishlab chiqarib birinchi qo'l. Bir kunda nechta chiqadi? Xo'p, bir kunda o'sha 15-20 ta chiqadi. 15-20 ta chiqadi. Bu degani sizdan olib foydalanaman deganlarga ham qilib berilaveradi. Qo'shni davlatga o'tkazaman deganlarga ham uni ham endi yo'lga qo'yyapmiz. Yo'lga ham qo'yilyapti. Qirg'iziston, Tojikiston Alaga o'tkazib beramiz. Drabilkamizni necha xili bor? Xo'p, drabilkamizni hozir hadovoy ketayotgani, mana shu 4 kilovat 3000 oborotligi bor. Xo'p, zakazga qarab yana 15 kilovatligi, 20 kilovatliklarni ham kattalardan katta fermalarga qilib beramiz. Qilib berilaveradi. Bundan kichiklarni ham qilib beramiz. Hozir bu mini fermalarga effekt beraveradi. Xonadon bor. Xonadon bor. Xonadon bor, fermalarga beraveradi. Berilaveradi. 15-20 ta mol bemalol eplayveradi. Motorlari qanaqa endi? Xo'p, motorlari Rubin motor bo'ladi, alyuminligi misligi. Xo'p. Rubin alyumin bo'ladi. Xo'p, Ariol motorimiz mana misli bo'ladi. Xo'p, ikkovini ham quvvati bir xil, ikkoviga ham garantiyalari bir xil, xudo xolasa. Ikkoviga ham javob qilib beryapmiz. Shu vaqtgacha xijolat qilgan yo'q, xudo xolasa. Qanchaga garantiya beramiz? Xo'p, 6 oy garantiya beramiz, xudo xolasa. Ach Ecomax. To'g'rimi brendlari? Xudo xolasa ishonchli. Listlari aka yangi list, qalindan ishlatiladi. Yangi listdan qilinadi. Asosiy joyi chaxlari qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, tichlari Xo'p, mahaviylik bo'ladi. Xo'p, ikki xil pichoqda chiqyapti. O'tmas bo'lib qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa o'zini o'zi o'tkirlaydi. Kombayn segment pichog'i yaxshi tovlangan qora pichoqlardan qo'yamiz. Ikki xil pichoqda chiqyapti. Yengilidan degan yengilidan, og'irroq mahaviy deganga og'irroq mahaviy chiqarib beryapti. Ikki xil holatda chiqyapti. Mabodo tosh-posh tushadigan bo'lsa sinib ketmaydi, chaqlari. Xudo xolasa sinib ketmaydi. Bu narsalar hisobga olingan. Xo'p, drabilkalarimiz hozirgi kunda bizning obunachilarga nech puldan qilib beramiz? Xo'p, drabilkalarda xuddi shu versiyada, katta versiyasini 2 million 500 ming so'm, 3 milliongacha sotishyapti. 3 milliongacha. O'zimiz optim joy, o'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Xo'p, 2 million 200 mingdan beraveramiz. 2 million 200 ming so'mdan qilib berilaveradi. O'zini puliga arziydi. Undan tashqari shu narsalarni qo'shib beramizmi aka, qoliplarni? 4 xil setkasi bo'ladi. Nima vazifam mana? Mana nimaga? Mol bob qilib chiqarib beradi. Somon, xashak, qo'yalarni. Mana qo'yga chiqarib beradi. Hop, qo'y uchun. Xo'p, bu makkani yorma qilib, sotali makkalarni yorma qilib chiqarib beradi. Bunisi un kepay qilib chiqarib beradi bug'doyda. Keyin yana setkalarni osonligi, qulayligi mana. Setkalar yonidan kelib chiqadi mana oson. Demak, alishtirgani udobniy. Maytni ochib, buni ko'tarib yurmaydi. Hojati yo'q. Mashina oladi. Demak, mayda, katta, yirik barchasini chiroyli holatda chiqarib beradi. Aka, undan tashqari, xo'p, parranda bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz shuni ham yaxshi ekanda. Yorma, jo'ja bob qilib ham chiqarib beradi. Hozir chiqarib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ularni ham ko'rsatib beriladi. Xo'p, mana hozir ichkarida sexda turibmiz. Sexda ham bitta ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, ob'yom lazer apparatlari, kontajniy svarka apparatlar hamma yo'g'i bor, chiroyli holatda mana ishlashyapti. Bu kraska bo'lmagan holatda aka. Kraska bo'lgan holat endi. Chekkalari ham germetikalanadi. Xudo xolasa sifatga germetiklanadi, bitta charxlanadi, keyin germetiklar yaxshilab qilinadi. Keyin kraska qilib, klientga chiqib ketadi. Kraska qilib chiqarib beramiz. Zo'r. Sinab ko'rib. Xo'p, aka, hozirgi kunda bularda agar jichi ko'proq olsa, narxidan kelishtirib qilib beraveramizmi aka? Xudo xolasa optim aynaqa do'kon, magazinlarga olaman deganlarga kelishtirib qilib beramiz. Kelishtirib qilib berilaveradi. Xo'p, bizning obunachilarga dastlabki qanaqa bo'ladi endi? Xo'p, dastlabkasini xudo xolasa yengil qilib, kelishilgan holatda qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib berilaveradi aka. Zo'r. Xo'p, endi aka bir boshdan misol bitta chiqarib ko'rsatsa yaxshi bo'lardi. Ishlatib ko'rsatib bersa. Makka chiqarib beramiz. Makkadan chiqarib beraylik, bolalar ulaydigan bo'lsalaring. Xo'p. Ko'tasidan solaveramiz. Maytdan ochadi mana. Yuqolangani bo'lsa maytdan ochadi, o'zi chiqaraveradi. Tayyor. Mana holatda qilaveradi. Mana maytdan yoqadi. Ko'tarilgan mana maytdan tashlaydi. Ko'tarilib tasavvurilaveradi. Mana maylingni ko'rsalaring bo'ladi do'stlar. Hozir to'xtab olsa, sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Qaranglar mana. Maylligi bemalol o'sha
fermasi bor aka-ukalarimiz uchun parranda bilan shug'ullanadiganlarga rosa qo'l keladigan mana. Aralashma qilib, jo'jaboq qilib chiqaravergan. Mana setkasidan. Aha. Bu setkadan chiqdi. Yorma setkaga chiqqan. Agarda munda chiqarsa, un qilib beradi, xudo xolasa. Ha, demak, un holatga olib keladi. Urpo holatga. Setkasida bug'doy chiqarib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, eng yaxshi tomoni bu o'sha sotasi bilan tashlanaveradi. Ketaveradi aka. Sotasi bilan chiqaradimi, qattiq non chiqaradimi, chiqaraveradi. Hozir endi mana bug'doy chiqarib beramiz aka. Ha, bug'doy chiqarib. Bo'ldi. Buni ham bitta ishlatib ko'rsatib beradigan bo'lsak, obunachilarimizga har bitta narsani eksperiment qilib ko'rsatgan yaxshi. Xo'p, mana avtomatlari qo'yganmiz. Ishlatish oson. Avtomatlari bo'ladi. Mayda to'kni ko'rsatib turgan voltmetri ham bor mana. Ha, demak, u tomonda ham bor. Xo'p. Xavfsizlik tomonlama ham o'ylangan ekan. Xavfsiz bo'lish uchun. Zo'r. Bo'ladi. Ochib qo'yasiz. Do'stlar, hozir qanaqa holatda chiqarib berdi, hozir sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Qaranglar. Mana. Bu ham un holatga olib kelib berdi. Kepay aralash un holatga kelgan. Demak, hammasidan maydalab chiqargandan keyin bitta aralashtirib turib, bemalol yemda bersa bo'laveradi chorvaga. Narsani aytib o'taylik, hozir biz sirazi o'chirdik. Sirazi o'chirishmaydi, bu ichida tugagandan keyin 1 minut, yarim minut ishlab turib, ichidan chiqarib olgandan keyin o'chirishsa, keyingi ishlagan paytda qiynalishmaydi. Оборот olishga oson bo'ladi. Ha, bu tartib shunaqa. Ha, ichida qolib ketsa, оборот ololmaydi. Bu har bitta klientga tushuntirib berasiz, o'zi sotayotganingizda. Sotayotganimizda telefonda ham tushuntiramiz, olib borib, ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib kelishadi, xudo xolasa, yo'llarimiz. Xo'p, endi hozir buni ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Video davomida ko'rib turasizlar, videosini qo'yib o'tib ketamiz. Xo'p, Instagramga qilayotganimizda, xo'p, aka, dastlabkalarda aytdik, O'zbekiston 12 ta viloyatga kelishgan holda. Misol mana vodiy bo'ylab necha pul atrofida qo'shilib olish mumkin yo'l kira? O'sha joyiga qarab, xudo xolasa 100 ming so'mdan qo'shilib olishi mumkin. Xo'p, Toshkentgachi. Toshkentga xo'p 200 ming 250 ming olib ketishyapti. Vohada aka-ukalarimizga qanaqa bo'ladi? Xo'p, kelishilgan holatda xudo xolasa qo'shilib beraveradi, lekin arzon shoplardan chiqarib beriladi. Xo'p, sizni O'zbekiston 12 ta viloyatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, imkon qadar chiroq qilib chiqarib beriladi. Drabilkadan tashqari bunaqa yangili ham qilib qo'yishgan. Misol, qishlagani ham yaxshi narsa bu. Bu nimada yonadi endi aka? Bu atrofun mashinadan chiqqanda yo'q, atrofun yoqqa yonadi. Hozir YouTube'larda ham chiqyapti. Biz ham xudo xolasa boshladik. Necha o'zgartirish kiritib, takomillashtirib qilyapmiz, xudo xolasa. Zo'r. Yana ham yaxshi yo'lni nima qilamiz? Bundan ham effekt yaxshi bo'ladi. Bitta zapravka qilinadigan bo'lsa, necha sutkaga yetib beradi? O'sha soatiga 1 litrga bo'lmasdan yonadi. 1-1,5 litr atrofi yonaveradi. Bu ob-havoga qarab turib ketaveradi. Mayda kranini ochganiga qarab yonaveradi. Mayda ochadi. Bu hid xushi qanaqa bo'ladi aka? Uyda ichiga qo'yilsa. Hid xushi uyda ichiga ham qo'yishyapti-ku, uyda ichiga tavsiya qilmaymiz. Tavsiya qilmaymiz. Teplitsalarga, mana shunaqa ishxonalarga, mashina ustaxonalariga, yaxshi. Asosiy teplitsalarga, ishxonalarga, sexlarga, undan tashqari satrashxona, salonxonalarga qo'ysa bo'laverar ekan. Zo'r. Necha pul qilib beramiz? Xo'p, 500 ming so'm qilib beramiz. 500 ming so'm qilib berilaveradi. Dastlabki kelishgan holda bo'ladi. Undan tashqari bu yangilikni ham qilib qo'yganmiz. Buni ham bitta yoqib ko'rsatib beramiz, bolalar. Xo'p, bu o'sha aytganimizdek ovqat pishirgani, atalab pishirgan garelka. Pishirgani, keyin anaqa sut pishirgan, hali zavodlar ham olyapti uni. Ha, zavodlar ham olyapti. Xo'p, bag'ini yoqib olasizmi? Yoqishdi hozir. Hozir yoqib ko'rsatib berdik, pauzani ezib turdik. Xo'p, nimada yonadi bu? Bu ham o'sha mashinadan chiqqan atrofga yoqqa yonadi. Xo'p, bunga yoq raqamga qo'yadi, maytdan ochib qo'yadi. Tomchilatib qo'yib qo'yiladi, o'zi yonaveradi. Maytdan 30 kilo bo'ladi aka. Past baland qilsak bo'ladi. Lazosini o'zimiz tayyorlaymiz. 30 kilo bor, maytdan ko'tarsa ko'taraveradi. Pasaytirsa pasayaveradi. 1 metrgacha yonadi. 1 metrga yoq. Zo'r. 1 metrgacha yoqsa bo'ladi. Oho, mana. Buni narxini necha pul qilib beramiz? Xo'p, buni O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bilan 1 million so'mga nasosi bilan qilib beramiz. Agarda boshqacha kichikroq nasosi bor, Xitoy motori bo'ladi, 2 ta syolli. U bilan 700 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, asosiy fermada aka-ukalarimiz atalab pishirgani, suv isitgan, yana kimlar foydalansa ular? Hali pena bilan chiqaradiganlar, suv isitgan, bular 500 litrgacha suv isitib beradi. Qaynatib beraveradi. Qaynatib beradi. Effekti yaxshi, rasxoti oz. Rasxoti oz. O'tinda bunaqa effekt qilish olmaydi, to'g'rimi aka? Bunaqa alanga. Bu alangasi nima? Gradusi baland. 3 gradusi baland bo'ladi. Zo'r. Do'stlar, mana sizlarga barcha ma'lumotlarni berib o'tdik. Akalarimiz nomerlarini qoldiramiz. Xo'p, manzilda aytadigan bo'lsangiz, bitta manzilda aytsangiz.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'i. Kelib telefon qilsa lakasalar tashlab Lakasalar tashlab beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Mabodo kech payt kelib qolishadigan bo'lsa ham chiroyli qilib yuklab chiqarib yuborilaveradi. Xudo xolasa telefon qilgan odamni rozi qilib beramiz aka. Xursandchilikda chiroyli qilib chiqarib beradi. Ekranda nomerlar qoldirdi. Ravshanbekda oldim salang, akalarimiz jicha-picha chegirmalarni ko'proq oladigan bo'lsalar qilib berishadi. Eng asosiysi har bitta xonadon kerakli narsa olib beradigan bo'lsangiz zarar qilmaysiz.